Mana bu Osmanca Savut atlıq vatan haini, şair bilingen casus, Casuslar İdarasının başlığı. Yakumsa Xitaylar tarafından teşkillengen mühim qo'lluq bir casuslar terk topgan bir grupning başlığı. Anda o'ylab bakinglar, siyaset bildiganlar Xitoyningki tarixini, Uyg'urning tarixini, qisqacha siyosiy tarixini 50-70 yillik bilganlar shuni biladi. Bir oilada Xitoyga haqiqatan sodiq insonlar chiqsa, shuni atrofidagilarmi asosan shunday bo'ladi. Agar uning atrofidagida Xitoyga dushman biroz chiqib qolgan bo'lsa, aning sodiqligiga Xitoy ishonmaydi, uni u mansabdan tushirib yetadi. Ba'zi bir ahvollarda, ular istisnoi ahvollarda Xitoylar agar buni vaqtli ishlatib turaylik deb bir o'zlari bilgan bir yer ishlatmasalar. Bu shundoq bo'lg'achqa, bu qismi shundoq. Buning singlisining erimi bizning Savan nahiyalik to'liq o'ttir maktabninki ma'luma. G'ujrapul ma'lum bizning ma'lumimiz. Buning aksi kim? Shu G'ujrapul ma'lumning aksi kim? Yani bir jamoatning hammasining mushtaq ekanligiga dalil. Buning aksi kim? Buning aksi men deb bir anlab turinglar. Anam rahmatlikning deb berishicha 1956-57 yillarda deydi. Yoki 58 bo'lsa kerak. Mushalıqqa Turkiya bizning Uyg'uristonning ma'rif ministri bo'lganmi? Qozog'iston qochib ketib o'ldi qo'y yaqinda bir necha 10-15 yil avval o'ldi. İsmini ajab tilimni uchirib turdi. Ziya Samadi qochgan vaqtlar ekan. Qochgan deb qo'yaylik, yoki balki pasportlar o'tib ketganda, balki qochganini bilmayman, ketgan vaqtlar ekanda. Anam yeni xizmatga kirgan vaqtlarda qiz bola. Ama saviyasi yo'q. Bir odatdagi bir qiz bola, ancha-muncha bir to'liq o'ttir o'qigan. Uyg'ur siyosiy vaziyatidan xabari yo'q. Savan nahiya doktorxonasida anam, Tilla hacham, ikki xotin kishi, 3-4 er kishi bor ekan. O'chaqlarda mavzu yengaganda, Gomindangda, Shuy Gongchandangda xuy deb attiganni kashki yig'in, kashdimi yig'in, attiganmi yig'in, kashdimi yig'in, attiganmi yig'in ochilgan vaqtlar. Nima qiladi? Quruqchi mavzuning kitoblarini o'qiydigan vaqtlar ekanda. Endi Uyg'urlar biz 5-6 Uyg'ur bir yerda o'tirib, shu yig'in ochimiz, gazeta o'qiymiz, material o'qiymiz deydi. Endi Xitoylar bo'lmagandan keyin o'zimiz ba'zida shuchalik Uyg'urning siyosiy vaziyatini so'zlashib ketadi deydi. Men bilmayman deydi. Bular shu Ziya Samadi deydi. Bular Ziya Samadi'lam deydi. Men o Ziya Samadi kim o bilmayman. Adam o'chaqlar 20 yoshli qiz bolamda. Çok hanımda. Meni yangi tuqqan 20 yoshga kirgan sestra. O Ziya Samadi kim o bilmayman deydi. Ama şu bir necha kun hatta u da shu yig'inning ichida ancha-muncha Ziya Samadining gapini qiladi bular. Ba'zilar qo'llaydi, ba'zilar qo'lmaydigan gapni qilishadi. Aradan bir 2-3 oy o'tgandan keyin Germaniyadagi Abnur Tursunninki hozir qo'yayotgan xotinning dadasi doktor Yaqub efendini yezig'i suribdi deydi, yezig'i qo'g'ilibdi deydi. Nahiya doktorxonadan bir yezig'i qo'g'ilibdi deydi. Shu Yaqub efendining xotini Cho'lpon appay mening boshlang'ich maktabdagi o'qituvchim edi. Qo'g'ilibdi deydi. Yana 2-3 tane doktorni, doktor yoki sestrada doktorxona xizmatchilarini ishdan chiqaribdi deydi. Kim qoldi doktorxonada? Men bilan Mush Osmanca Savutning singlisining erining aksi G'ujrapul doktor ikkimiz qoldik. Men sestra, G'ujrapul doktor ikkilam Uyg'ur qoldik. Qag'alar ham ishini chiqaribdi deydi. Ya yezig'i tushiribdi, ya chiqaribdi. Bilmabdi men deydi. Keyin o'ylasam, shu Ziya Samadi degan bo'lgunchi Xitoyning aytishicha millatchi birisi ekan, Qozog'iston qochib ketibdi ekan, shuning gapini qilib, shuni maqtaganligi uchun Xitoylar buni bilib qilib ishdan chiqarib yetibdi. Hamda shuning ichida men va shu Israfil doktor, G'ujrapul ma'lumning aksi Israfil doktor ikkimiz qag'imiz qaraganda dedi anam, o'chaqda mush vaqaliklarni Xitoy boshliqlari chiqimchilik qilgan, ya men ya Israfil doktor ikkimiz dedi. Men bilmayman dedi. Men kim o? Ziya Samadi kim o? Bular bilmayman deydi. Ma Israfil doktor o'chaqlarning o'zida 35 yoshlarda bor deydi. Hem onun üstüne Ürümçi yaşayan, okup gelgen, Ürümçi turgan, yeşil çoğun, er kişi boğaşka, Uygur boğaşka bu siyasi davalardan xavri var.
Demek ki İsrafil doktor muşlaq ahvallarni so'zlashyapti deb chaqdi. Andan keyin bular sizlar bo'lgunchilarni maqtaydi ekansizlar deb biroz egriroqlari ishdan chiqaryapti. Yaqub apandini Mehmet doktorni Ko'rnisavandga yeziga palibatdi deydi. Shuni chaqqan kishi mana shu Osman Jasovutning singlisining erining akisi. Bular bir oila, urug' tuqqan qudubachi hammasi Xitoyga sodiq oila bular. To'yg'un Abduvali apandi sizlar men bilan bahslashadigan yerda emas. To'g'ri, sizlarning qalamlari va muntazam maktab o'qigan, Kanadada yashaylar, Uyg'ur davosining ichida aktiv rahbarlik organlarida, masalan Kanadadagi ham Dunyo Uyg'ur qurultiyining ichida bir a'zo, men Dunyo Uyg'ur qurultiyini bilib baxmadim, qatnashib baxmadim, ammo menda bir xamir turishdan kelgan xatolashmaslikdan iborat bir qimmat bor. Bu qimmat sizlarda yo'q. Mening bu qimmatimga qimmat bermaslik meni bilmaganlik. Men xato qilmayman, xamir turishdan xato qilmayman. Voy xato qildim, men ular xato emas. Men xato deb ishdan bag'ini bilan aytishma, ishdan bag'ini xato demayman. O'g'il bola bo'lsa ishdan beg'i bo'ladi. Ishdan beg'i bo'lmagan kishi ya hazilak, ya bo'lmasa o sarang dinchi sarang. Halbuki dinchi saranglarning 4 xotini var Arabistonda, 4 xotini var. Shuning uchun men bular ishdan bag deb, bular men xato demayman. Chunki buning nima kimga ziyni var? Ziyni bo'lsa menga ziyni var. Agar men ishdan beg'iga ega bo'lamasam, menga ziyni var. Qiyomatdan keyin men xato deb ağızlık gap bilan qilgan harakatlari bilan aqlsizligi bilan dötligi bilan millatning ziyniga gap so'z qilgan, ish harakat qilgan, oshna yegan qadam bosganlarni deyman. Mana bu xato. Bu xato menda yo'q. Nimishki yo'q? Shunchaki aqlliq, shunchaki bilimlikmi? Albattaki, agar mush xatoni qilmaslik, aqlliq, bilimlik uning bunda bo'lsa demak hammasi menda bor ekan demakki. Ammo buningdan emas. Men buningdan ko'rmayman. Nimadan ko'raman? Xamir turishimdan ko'raman. Bu xamir turish To'g'ri Abduvali apandi sizlarda yo'q ekan. Ammo yani parvesh qilingan bir inson sizlar. Menga nisbatan siz parvesh qilingan bir inson. Xabar turishlari bo'lmasa parvesh demak o daraja yani inson to'g'ri yo'lga boshlanmaydi ekanda. Hidoyat bo'lmasa tarbiya insonni hidoyat to'g'ri yo'lga boshlanmaydi. Hidoyat bo'lmasa tarbiya insonni to'g'ri yo'lga boshlanmaydi. Hidoyat Allohdan. Assalomu alaykum Uyg'ur biz to'pidagi qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi, tinchlik obdan tudingizmi? Va alaykum assalom, majimga qanday obdan tudingizmi, yaxshi tudingizmi? Atdigandan ki de ayrim xonimizda deyishgan gapni men to'p qo'yapsiz. Ammo bu dangliq shoir, mening qalbimdagi dangliq shoir, tarjimon Adem, Isl Adem, Osmanjon Savut haqida fikrlaringizni beribsiz. Bu topda siz davamlıq deysiz 250 neçe adam var deb. Bu adamların içinde nurgun ziyaliler var, kitap xumarlar var, dinli adamlar var. Sizinki sözünüzün doğru hatalığını şu anlıqçılar üzü ağır varsın. Ben Osmanjon Savutni men o'zim kelpindim. Savanni emas, ishqingni bir yurtdan kelsizlar. Ishqinglarning qandaq munosabatlari bor, buni men bilmayman. Ammo mening qalbimda bu dangliq shoir. Chunki uning o'sha topdagilarning hammasi degudek bo'ladi. Almedek yürekte alem söygü, tozan qasidisi, vatanim süt berdin halal vel appaq. Tan lirikleri, tanla bilen sözüşüş, zimin qasidisi, Niluper'nin küzi, Adem Osmanjon Savut'un şair Osmanjon Savut'un eğitkalları degen kitapları var, toplamları. Şiirler toplamları yani. 10 parçalar tok kitabı var, çıkargan. Şinjan Halk Neşriyatı'nın, Yaşlar Ösmürler Neşriyatı'nın, Qashqar Uyghur Neşriyatı'nın, Milletler Neşriyatı'nın bular. Ondan başka 1992 bütün aşı vatanımızda danlık 3 şair, 3 yazgıcı, 3 obzorçını bağlaş bir raisine şelip verilgan Tangırtaq Jurnal tarafından. Şu çağda 3 şairinin ki biri lirik şair bulup bağlangan Osmanjon Savut, xalq şairi bulup bağlangan Mehmet Raşidin, yaşlarının ki zamanıvi tutuk
şiiriyetininki başlamchisi bo'lib bağlangan Ahmetcan Osman bo'lgan. Kim bu bir qancha qatim tarjimonlikdimi mukofotlangan yerlari bor. Ham uninki şairlardan Octavian Pasternak, Yeltsin, Nazım Hikmet, Yunus Emre, Maxim Gorki qatarlıqlarning şiirlerini tercüme qilib kitap çıkılgan Ömer Hayyam bor. Bundan başka yazgıçılardan Tolstoy'ninki bir neçe kitabını ve Doktor Rivago degan bir meşhur romanını Ahmet ve Kıyamet, İttifakdaşlar ve Rakipdaşlar degan kitaplarını tercüme kılan siz yaxşı bilisiz, muş toptakilerimi bilüdü. Ama muşundaq isil şair xalq qalbini o'rnagan ve isil tercümanlığı tüpeylidin bunu men hürmetleymen. Ve kalbimning cho'nqur qatlamlarida dua qilaman. Bu adam ölüp ketdi. Bunu men tönügün kitapxonamga qarasam bir necha resimlar ekan. Bunun bugün bir telinip elip Facebook qo'yib qo'ysam siz kenişkilik casus depsiz. Şuna men o cemaat sorununu sizge cevap vermey, ayrım cevap verdim ayrımxonangizda. Siz bu cevapni bu yerga qo'yapsiz. Siz davamlıq deytdiniz. Bu mening fikrim. Men o'z fikrimda turaman. Mening fikrimga qimmat berganlar, mening fikrimga qimmat beringlar, bermaganlar mayling deb. Menmi shu gapni takrorlayman, men o'z fikrimda chiqib turaman. Ma topdagi, shu men topga kirgandan beri bir og'iz gap qilmagan Uyg'urlardan bir 200 ga yaqin Uyg'ur bor bu yerda. Bir og'iz gap qilmaganlar shu uni kimni xoin deyli, jasus deyli bir og'iz fikr qilmay o'tkazaverdi. Ammo men onun şiirlerini suyab, kitaplarını hürmetlep, yüzem hayat vakti tunuş bir adam boğan deyken, bir ustaz şair boğan deyken, bu vaqtda bir kez gap qilishni yüzemninki mecburiyeti hesapladım. Ve bir pezilet hesapladım. Bunu siz doğru düşünün, siz öz fikrinizde qalayvering, men öz fikrimde qalayverman. Bu birincisi. İkincisi anladığım özara biz dişken gaplarni topga tashlabsiz, onu bulaptı, yaxshi. Ben davamlıq deyman, her zaman dep turug'liq. Hazır bizdinki Uyg'urlarninki lideri Dolqun İsa. Yani Dünya Uyghur Kurultayı en çok teşkilatımızdaki rehberi Dolqun İsa. Biz bu dostumuzdunki ailesi ait yaxshi bilimiz. Mesela Mehmet Kam rahmetlik, babası Mehmet, onunki İsa Dladın tatip bu davanı devam kılavatkan boğaçka vatan içi ve vatan sırtta Dolqun İsa'nınki naiti 100 abrü var. Ben Kanada'da Üzemnin Cemiyeti'nin ayetleri ve her yerde ve yüzgüma senin devrinde bütün onçı, hükümetçi, demokratçı hem bilen bir yere gelip biz söz düşüp bir bayrak astıda davanı elip bağıl buludu. Bunu selli kılalaysanız çünkü senin teşkilatçalığın dehşet yukarı dep keldim, kilvatım. Ama bu yorukluğu çıkmadı, şu ayette agapım dedim. İnşallah Dolqun İsa kelgüsüdeki 4 yılda kelgüsüdeki yıllarda çıkara biz o çıkarışka yendi bulumuz. Bir bayrak astığı kelip bütün şu yüzneçi teşkilat digerler, hükümet digerler hem meylen yüzden kılalaydıqanlığını mani ben kılay an sen kıl dep kötürü elip mecburiyet dep bilip mansa bu dava algımanamdı ki dep ane sizge ayramxanınızda dedim. Çünkü Osmancan Saud meselesi tüpeylidim. Üçüncüden hem de siz Seyyid Arabistan'ınki Mekke şehrinde turasınız. Muhammed Aleyhisselam'ınki bütün hayat faaliyeti şu yerde ötken, şu yerde to'lib cho'ng bo'lgan, şu yerde vafot bo'lgan bizning qalbimizdagi eng muqaddas joy. Ama o muqaddas joyda turib men bilmayman hamda ba'zi Erkin Sidiqni, ba'zi shunday Osmanjon Saudni, ba'zi o'tganlarda avlumi tursin dedingiz. Buni shunday deb qo'ysiz hamda xoin, munofiq deb. Buning men yuqorida ta'kidlagan Uyg'urlarning bir yerga kelishiga
bir bayroq ostiga kelishga foydasi bormi? Agar bo'lsa, buni bir mushunda deganlarning foydasi bo'lsa, deganlaringizning bunday chiroyli burunqidek gelip kılarlık halda düşendiysanız hoş bulaman. Rahmet. Allah razı olsun. Ya Tuygun Abdüveli Efendi. Ya Tuygun Abdüveli Efendi. Yine muş gaplarga cevap veryapmısam unutup kalıman. Ya Tuygun Abdüveli Efendi. Ya Ali Fettah Seyfi illa Zulfikar. Başımızga her balayı afet giler. Apokul perverdigar. Divitip durup sözler. Ya Tuygun Abdüveli Efendi. Akılının ölçümü idrak. Bir nersini idrak kısıla. Sizlar nima da'vatlar, men nima da'vatman? Men da'vatman go. Sizlar shu o'ltirishning ishida bo'lgandan keyin shu o'ltirishning ishida fikraylar sizlar deb. Uni men qimmat bermayman deyilik go. Sizlar Xitoy, ya'ni endi esimga keldi. Men unutib qoldim deb biray. Men Erkin Siddiq yozgan mashiyerimda mana bir jumla bor. Yazganların kitap bulup besilarmış. Kitabını okumaganlar bölgünçi dep darığı esilarmış. Xitayning tarasida qimmat topgan she'rlarni biz qimmatlik bilmaymiz. Çünkü Xitay sizib bergan çemberinin içinde Uyg'ur milletinin vicdani, ahlaki, insani, tarihi Uyg'urlik ahlakını ifadeleş mümkün emas. Uyg'urning do'stiga do'st bo'lish, dushmaniga dushman bo'lish mumkin emas. O chaqda bu mumkinchiliksizlik ichida yozgan she'rga biz qimmat bermaymiz. Sizlar shu o'tirishning uchun chiqqan bo'lg'ashqa, yana men deb tursam anqiranmay, shuning ichida birinchisi, shuning ichida birinchisi. Voy shu o'tirishning ichida birisi 1 litr aroq ichgan bo'lsa, birisi 4 litr aroq ichgan bo'lsa, siz shu 4 litr aroq ichdi, nayt aroq ichdi aytdi. Aroq ichmas olmaydi deb uni maqtalib emasizlar. Men uchun o aroqning qimmati yo'q. Men uchun aroqning qimmati yo'q. Yani şiir deylik, şiirin arak deylik, men uchun arak kıymeti yok. Mening araqım nima? Yani içidigan narsa deylik masalan. Mening şiirimni deylik, Zemzem. Uyg'ur milletining vicdanini g'idiqlaydigan, Uyg'ur milletiga bir rahatlik beradigan, ajab yurak so'zlarini dediya deydigan. Biz mana bilan o'lchaymiz. O Xitoyning shoirlarini o'lchisi nima bo'pti? Onun o'xshash bir shoir nimada? Astag'firullah, g'uljiloq. Muhammadjon Rashidin. Men nima dedim Muhammadjon Rashidinga? She'rini birinchi qitim Muhammadjon Rashidinning she'rini birinchi qitim o'qiblar, men shunday dedim. Ey! Vatandagi shoir otli g'uljiloq Muhammadjon Rashidin. Anglab turinglar mana. Ey! Vatandagi shoir otli g'uljiloq Muhammadjon Rashidin. Sen vatandagi shoirlarning yaxshisi-mi, yomoni-mi qaysidan? She'ringni Dang Junyanning aglikidan o'tkazibsan. Hele sening tilini kesib ko'zini o'ymasin, azroq vaysig'in. Ko'dilma, mushu ham silining to'xtab tura. Haqiqatan men birazda shu o'ltirishning ichida so'zlab turman, men u o'ltirishni yaratmaydi insonlar. Uyg'urlar qimmat bermaydi o'ltirishga. Chunki bular hammasi chet eldagi hur Uyg'urlar degan ongni sizlarga singdiramaganligim uchun hayron hangtang bo'ldim. Sizlarning shuni anqiranmaganliklaringizga hayron hangtang bo'ldim. Gaplarining beshini anglab bir javob beryapmasa, meni unutib qolgan axloqim bor. O'zlaridan o'zir tilab turib, gaplarining beshiga bir javobni berib o'tay, undan keyin oxirini anglay. 1971-yilninki 12-oylar edi. Mening bir singlim bor edi, dal 1 yosh 3 oylik bo'lgan vaqt edi. Endi menga vaqtlar. O Savan nahiyeninki g'alvir usti xotinlari deymiz, kadr xotinlarning bir 15 xotinning bir haftada bir emas bo'lsa kerak, 15 kunda bir bo'lsa kerak. Chaylari bor, aning uyida, mening uyida. Bir kuni anam dediki, o mening singlimning ismi Gulnur. Hozir Urumchi tantarbiya maktabining o'qituvchisi. Gulnurni men olib ketaman, palonchining uyida bir chay bor. Sen tushdan keyin soat 4 da kelib qaytirib aketgan dedi. Şunu ma'qul dedim, tushdan keyin soat 4 da berib, qarasam xotin-qizlar varan-cho'roni chiqyapti uyda. Xabar yetkazdim. Anamga danglar singlimni evatib bersin, chiqarib bersin deb. Singlimni chiqarib berdi, singlimning qizil bir ko'pisi bor, qizil ko'piga yogab chiqib berdi. Bu yer bilan bizning o'yning oraliqi 1 kilometr keladi. Shu qishning kuni ekan juma shu. Dal shu 1971-yili 12-oyning oxirlari, 1-oyning 72-yili 1-oyning boshlari. Bo'libmi 71-yili 12-oyning oxirlari ekan. Toza qattiq so'q vaqtlar.
Bir qisqacha o'tigim bordi. Shu singlimni ko'tarib, o singlim sog'lom cho'ng bo'lgan bo'lg'achqa 1,5 yoshlik bola deganmi, bo'plar bilan qo'shgan vaqtida bir 10 kilodan eg'ir bo'lsa kerak. Shuni ko'tarib uyga akatdim. Shundaqla mang'aliq bir xotin chiqib berdi, shu uygasiniki singlisi. Uygasi xotin chiqib berdi. Ular 3 qiz hamda shu qiz bola egasi cho'kan mendan bir 7-8 yosh, 5-6 yosh cho'kan. O'sha men 17 yosh bo'lgan vaqtim bo'lsa, 18 kirib qolgan vaqtim bo'lsa, o qiz bola 23-24 yoshlarda bor. Shu ko'tarib chiqib berdi singlimni. Shunda oldim, Allah. Mening singlim taratxondagi poxtin sesib ketibdi. Yaqim ishtimini ishib ketdi. Amal yo'q. O'zimni singlim ko'tarib akatdim. Nima ishga desalar, xotinlar yeyotgan, ichayotgan, so'g'i tushgan, meynat o'chaqning ahvollari hozirgidek emas-ku. Tomoqlarning buraqlari hammasi mening singlimning ko'plariga singib ketibdi-da endi. Singlim ko'plardan bo'lgandan keyin gap burab turdi singlim. Ko'tarib amal yo'q, aran akatdim. Xotinlar ayadlar kirgandan tortib o'zlari yeyotgan bo'lg'achqa o'zlarining burunlaridan chiqayotgan badallariga buraqlarmi burmaydigan ahvoliga kelibdi. Men taladan pokiz havodan kelgan bo'lg'achqa singlim shundoq sesiq burab ketdi. Xotinlarning butun tomoqlari, xotinlarning buraqlari, u so'ygan, bu so'ygan hammasi singib ketibdi ekan. Xuddi shundoq To'yg'un Abduvali apandi. Sizlar aşı məşrəfdən çıxdılar sizə. Deyirkən ki 15 kişi arıq içib, səyyəb, ləğmə yəb, qormi yəb, 4 saat, 5 saat ottağın olturuşun talağı çıxdılar. Senin yeni gələn kişi aşı yiyən mantının, suyu kavapның, haraqның buraqları puraydı. Sili özlərə burmayla. Çünki sili aşağıdan çıxqan. Şunun üçün sili özlərə şair, olma şair, şairlik işini pekirayla. Şairlik işini pekirayla. Kim şair, kim usta, kim usta emas. Sözlerini tizip yazgan bir şairlik işini pekirayla. Teşiğe çıqqıları kelmeydi. Çünkü teşiğe çıqqandan keyin sorungu silini anmaydı. Teşiğe çıksılar sorungu silini anmaydı. Sorundan çıkmaz için, sorunun içinde bir kıymetli bir şey için, şu sorunun içinde kıymet bilgen bir görünüş içinde yaşasaları gerek. Çıqqandan keyin ham mengalarni juyamaplar. Hozir davatılık o. Senin aşı Osmanca Zavut'tan şiirler deganlarining başlarındaki mavzularının hammasi suyduk. Hiç kıymeti yok. Mening şiirimni anlasalar, okumasalar. Beşideki mavzusu nima? Davagar. Yani bir mavzusu var da kan davası. Şiirinin mavzusu hem yürekli cık tuturdu. Eğer vicdanı bir adam olsa. Çünkü ben şair emas. Ben şairliğimle inkılabi şairlik, vicdani şairlik bilan yazıvatım ben. Hele qanday şöhret şairlerinden Xitoyni xap qilmaydigan, zihnini ko'ydamaydigan, kavabni ko'ydamaydigan mundaq usulda şairlik qildigan emas bo'lg'achqa, mening she'rlarimni o'tkir, inqilobiy, vijdoni, iymoni mavzusi ham shunda, qon davosi, da'vogar. Şunun için aramızdaki fark silene hele adamın işini iliştirdiğin şiirinin mavzuları kata tızıp aldılar. Hiçbirisi de bir insanın yüreğini hoş kılıdığın, vicdanını kayıntıdığın bir mavzu hem yok. O mavzuyu bulmayan şiirlerde mi tamamı yok. Sizlerge bir gap aklımda geldiğinde unutup kaldım. Yani bas kendi. To'yg'un Abduvali apandi. Yana bir narsani deb qo'yay. Sizlarning bir jutliq bo'lgandan keyin bir dushmanligim bormi yo'qmi uni men bilmayman degandek bir so'z so'zladilar. Bizning hech dushmanligimiz yo'q. Birinchisi, men chiqqan vaqtimda bu deganlarning hech birini bilmaydim. Men sizlarga o'xshash bizning saviyadan chiqqan bir shoir deb bildim. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mening dadam bilan anam siyosatdan uzoq insonlar. Ularmi bu ishlarni bilmaydi. Biz oilacha ular bilan mahallamiz uzoq bo'lg'achqa balki yaqin o'tmaymiz, lekin biz dadam bilan anamlar oz degan vaqtda dadam 42-yil saviyaga kelgan bo'lsa, 42-yildan beri shularning ota-onalari bilan bir jutliq biz. Anam zaten shular bilan Manastirda, umuman Manastirda o'g'lan bo'lsa kerak. Manastirdan tortib saviyagacha bir jutliq, ya'ni bir jutliq bizlar. Lekin ular Toshyo'lning shimol tarafida, biz Toshyo'lning janub tarafida oilacha bordi keldimiz yo'q. Lekin bir kichik jutliq bo'lg'achqa hammamiz tunishimiz bir-birini. Hech qanday bir adovatimiz yo'q. Men faqat keyin chet elga chiqqandan keyin vatandan ketganlarning gap so'zlaridan o'qigan kitoblaridan millatchilik manqisigan sira andan keyin bayqash jarayonida anglagan ko'rganlarim bilan andan keyin ha dedim. Mening onam bilan dadam 92-yilda o'lib ketdi.
O'lib ketishdan burun hatto bir qatim onamning deyishicha mening bir gapimni Osmonjon Savut bilan Urumchida endi Osmonjon Savut bilan mening bir gapimni deyishibdi ikkisi. Ya'ni mening Osmonjon Savut meni bir jutliq bo'lgandan keyin meni so'rab dadam mening gaplarimni deb berib uzun mo'ngdishibdi ekan bizning oilada. Bu tarafdan biz yaqin. Men endi ukisi Mehmet Öçkü bilan cho desa, tamam o'sha chiqib shunda yaqindim. Hech qanday. Bu da 99-yil bağı vaqtimda men umum meni izlamadim, men izlamadim. Keyin birisi yaqin, birisi menga o'sha topdi degan gaplarimni debpadi. Uning bilan hech qanday bir dushmanligimiz yo'q. Chunki Maytaqda bir mahalladan, bir jutdan, bir sinf saboqdosh, bir og'ayna, bir jutliq bo'lib turgan ikki kishi bor. Birisi shu Mehmet Öçkü, birisi men. Mehmet Öçkü bir yil turdi Maytaqda. Shu bir yil jarayonida birga bo'ldik. Keyin u qarmay ketdi. Men Maytaqda qoldim. Shunday gap. Hech bir shaxsiy dushmanligimiz yo'q. Xotirjam bo'lsalar. İşte xotirjam bo'lsalar. Men Siliyani meni bilmaydi ekanlar. Aslida bilsalar bo'ladi, bilsalar bo'ladi. Bütün maqolalarini o'qidim degandan keyin bilsalar bo'ladi. Bilmaydi ekanlar. Demakki, bilinmaslik va bir ya'ni bir xamir turishdan kelgan kamlik ekanda, bilsam qanday qiladim deslar. Bilsam qanday qildim deslar. Men agar shaxsiy adovatim bilan birsiga dushmanlik qilib, atdiganiga bunday cho'ng jinoyatlarni o'ningga atsam, meni haq poq deydi, poq. Sening dushmaning mening dushmanim emas. Ikkinin orasida shaxsiy adovating bor ekan deydi. Men milliy adovatlarimni oldimga chiqarsam, vijdoni bo'la, rost deysan, o'g'il bo'lasan deydi. Vijdoni yo'qlar ichida to'g'ri deydi. Vijdoni yo'qlar ham to'g'ri deydi. Nimishga desa, insonda vijdon bo'lmagan bilan aql bor-ku. Aql qabul qiladi, ammo vijdon uni oldiga chiqarib, o'ziningki bir yo'qotishlari badaliga himoya qildirdi. Aysaja apandi, o g'uljilikning quruq pollari emasmi, bizning pola. Xili jinga to'xtaydi, vijdonni to'xtaydi, uyg'urlikda to'xtaydi, iymonni to'xtaydi ma po. O sizning quruq pollari emas. O menga Mehmet Rashidning qopiyasi qamlashgan, ammo vijdoni yengil to'xtaydigan she'rlarni yo'llab vermisizlar. Eyvallah. Bu adashning naqshisi shu Xitoyningki anchondaning Xitoylari qarab turgan bazmalarda aytadigan naqshlar. Meningki Uyg'ur millatining vijdonini g'idiqlaydigan, aqlini uyg'otadigan she'r tugagandan keyin Allah deb Xitoy qarshi olib pichoqni kesuvchaqni deb itilib turib ya o'lib yo o'ltiradigan mundaq naqsha. Öldürdüğündek yani düşmana karşı bir cesaretke sebep bulunduğun bundak nakşa. Assalamu alaikum Ahmet Acıka. Doğru siz mi yazsız, siz mi yaxşı yazsız şerlerini. Yani bununluk bilen özünüzü bek asmanga çıkırıp etmen. Siz de hakikaten kaleminiz yaxşı, şeriyetleriniz yaxşı aitti. Lekin Mehmetcan Raşidin'in aldığı su koyup bırakmayızsak ha. Mehmetcan Raşidin şunda 20 yıl türmede yetip çıkıp mı? Türmede yetip çıkıp adamı kandak bulduğunu bilisiz koy vatanda. Yanla biz bir yoşurun menalarda halkın oyuqtışı için cık şehirlerini yazdı. Cık menlik şehirleri var. Cemiyetlik yama illetlerini kamçılagan bulup halklar oyuqtık kevatıdı. Eğer ki siz okşaş üvizgi çıkıp ağam bulsa körün bu adam ne? Siz diye üvizgi çıkıp ağam adam işten korkmaysınız. Karan, kalın neymi kes şunu yazıyla verirsiniz. Eğer ki siz çıkıp üvizgi şu Muhammedcan Raşid'in çıkıp koyduğun bulsak şu vakçada görün bu adamın şehrine. Eğer ki Muhammedcan'ın ornu siz bulamıyorsunuz, şehriyetiniz ne getir sizinki? Siz şehir yazmak için mayak tutsun. Ben kesip etmem, muşu mücazınızla veterini boğan bulsunuz. Belki al bıçakını kes çocakını dediğin alıkaplardan bu pütetiniz bükem gıça. Hele ki partiyaya sadık çaparmenlerinin ne sepi özden bulattınız. Lekin siz mayak ügüzgü çıkıp aldınız da hazır. Bunu işkinler diye işki dünyadaki adamda. Bunu siz bilen mümkün ama siz saldırış. O Muhammed Raşid'in kim siz kim? O tekesti beni. Salam Acımka. Acımka yuqorida bu gaplarda deplig'i. O yazgan she'rlar yoki naqshlar shu Xitoy ishida qarab turgan deb.
Aka şu vatandakiler işte yazıyordu. İşte yazmışsa canını sep verdi aka. Mecbur ola yipip yazıyordu, burmalap yazıyordu. Aka uçuk yazmaydı. Uçuk yaz hükümet yaştamdı onu. Şunu vatandaki şair yazgıçılardan rencimeyimiz aka. Can saklaş gerek. Sili bilen biz ma chetellerde korkmayın. Nimini yazsak hatta yaşavatkan devletimizden zongtonlarını, padişahlarını ubu desek mi bizni tutmaydı aka. Cinimizge qas qilmaydi chu. Şunu şu ölçem boyunca gap qilsak to'g'ri bo'ladimi Hajimka? To'g'ri. Vatanda Xitoy sizib bergan chambarning teshig'i chiqib, yozolmaydi, sizolmaydi, buni bilamiz. Shuning uchun biz chet elda turib, shu Xitoyning chambari ichida sizgan, majburlikda sizgan yozganlarni xuddi erkin dunyoda turib yozgan aqldak milletimizning haqiqatan arzu istaklarini, vijdonini, iymonini, har narsasini vakillik qilgan holat ifodalagandek üstün bir seviyede, üstün bir vicdanda, üstün bir uyg'urlikda yozgandek bilmasligimiz kerak. Yani bunun bütün hiyanetlerini aş çemberden içinde mecburlukta yazgan şiiri bilenler ölçep bütün hiyanetlerini jüvetip kömeslikten kiliş. Oturuştan çıkan kişinin işi. Teşini bilmeydi o. Attigen bir kırık etkence yarım gecede aşı çıktı, oturuştan çıktı. Bütün bir gün taşkırdı ne oldu bilmeydi ki o. Yine hikayesi oturuşta tamakның burakları, arakның burakları burap durdu. Benim demekçi bu şu, siz düşendiniz. Vatandakiler demiş ki mındak yazsan demeymen ki, mende onca akıl var. Kandak değil mi ben bunu demiş ki mındak yazsan de. Ondak yazmak Allah hazırmıştır kemesi şehit cennette. Türümü deyip çıkarlarını ben burunlam degen. Bahane berip boğan. Xitayning türümüsüden 3 xil kişi çıkardı o degen ben. Birincisi, ölüp şehit bolup cesedi çıkıyordu. İkincisi, çıkıyordu ama saran olup çıkıyordu. Aklı işlemeye saran olup çıkıyordu. Tirik. Bunakla ben kögen. İkinci xil buna çıkıyordu. Üçüncü xili sapmasak çıkıyordu. Ama Muhammedcan Raşid'indeki çıkıyordu. Bunu ben bilemem. Elbette ben sili ben bu yakı özellikle götürüp ettim emez. Ben özellikle katık pelenpeyne men tarafını katık beslevatı ben ki çünkü A tarafında Muhammedcan Raşid'in yeni de bilmey durup onun bilen biller pelenpeyne A tarafını besip yaravatkan sili boğaçka ben yengelik hep kaldım da ben küçük besişim gerek ki silini yenişim için. Şunun için küçük beslevatı ben. Ahmetçika. Meni bada bek küçük ketmeng. Vakırganda seragatli yiyiştivamang anacumang. Vakırganda bek küçük ketmeng. Men kılmagan bilen o şair degan şairde. Siz degan şair mi deymiz? Siz degan loqmıçı. Siz degan loqmıçı. Aşı kega yerde işkiye gepni kıstırıp koysiz, şair dep kütüdü, onu bunu dep koysiz. Ebeka şunca uzun için 15 minut yazdım deysiz ha. Zeysama yatsız bu ne? 15 minutta ha? Allah Allah. Ay Allah bu kolculukni biz netçesi biz şuğa buldunuz olmuş. Po kegen zeysama yadırgan bulup gittiniz zaten. Assalamu alaikum. Tuyg'un Abdulla qanday ahvolingiz yaxshimi? Sizlar bu ixtiyor muxbir Ahmad Hoji bilan bo'lgan bayadagi suhbatingizni oldik. Tordim nurg'un tarixshunos, yozuvchilar, shu Osmon Savodning o'quvchilarim bormish torda. Ba'zan Nurg'adim Jimtug'an bilan Osmon Savodni yaxshi biladiganlar ko'p. Shu 92-yillarda ta 2009 Urumchi voqeasigacha G'ulja, Urumchi, Oqsu, Ko'rla, Otish, Qashqa, Uyg'ur kitobxonlari taz avj chiqqan shu kitobxonlarda shu Osmonjon Savodniki ədəbi əsərləri, hikoya, roman, şiirləri keng ko'lamli shu tijoratchilar, dehqonlar bas-bas deb o'qiydi. Bayatın degandek ilqi olmadak yurakda olam söygü, zimin qasidasi, shunga o'xshash. Buningda xalqimizni ideyajat qilib tarbiyalaydi. Hamda yozuvchilarimiz shu vatan ichida bayatdan Mihirgulmo so'zildi. Tordiki ko'z qarashini deb. Shu vatandagi yozuvchilar shu belgilik chambar ishida nihoyat murakkab sharoitda o'zi kutgan maqsad
nişanları işte yerim yangan çıraktek şekilde halkımızga aram bildireleydigan maqsadni oshna vaziyatda yozildi she'r asarlar. Onun üstüge Tuygun Silma şu Abdülhamid Uyg'ur degandek yaykallik shoir. Şu vatanda işte she'r yozib qo'l qilinib kesilgan vatanparvar shoirlar bilan turmada yotgan, Urumchi birinchi turmada yotgan tinglarni. Xudo taqdirla techavan oxirida chiqdinglar. Sizlar vatanda işte ishsizlaringlar bo'lgan. Biz Osmanjon Savutni vatan ishidimi, sirtimi qo'llaydiganlik ko'p, xalqimiz tushundi. Uni xalqimizga qo'shgan ijobiy jihati to'pisi zo'r. Asl degan shu qarashga qo'shilamiz. Ahmad Hojim hamda yuzinki qarashini deb o'tgan bo'pti. Endi Osmanjon Savutning shu 92-yillarda ilqidek yozuvchilar ishida baholanib, mashhur yozuvchining biri bo'lib, shoirlar ishida işte taqdirlangan odam. Onun töpüsü zor. Aslında bu kişi olan baha yanlap fakat şairlik, yazıcılık, sahip bu işlem kesbi qarta birilgen bahalı olmasın. Vatanperver şairler, yazıcılık qandavlı da onu sizler yaxşı bilsizler. Turmada yatqan, şunda vatanperver şairler bilan bilyatqan üzənglim bir şair. To'g'ri so'zlinglar, to'g'ri fikr qildinglar. Avliqa dunyo Uyg'ur qultidiki vaqtingizda işte dunyo ortluydiki ba'zi kemçi gitarist tarafından dağda oturup koyduğunlar öz vaxtıdır mı? Ama söz degende bir tözlüğü olsun mu oңşap çıkıdı o depsa tözlemez Xudayım vursun şu bir yıl işide bir bayrak astığı bütün dünyadaki 125 teşkilat bir noktaga toplanğanlığa silmi dаңlar dünya ortuyuğa. Memedey qaç günümü oturup koyğanğa bir 7 noktаны özgəriş tegişlik tuluqlaydigan noktalarını. Bu ijobiy ahvol bu pishni basat emas. Aşındaq qilib tüzüldü. Her qaysımız biz göz qarashimizda oturup qo'yamiz. Mushu torda hozir 258 adam bo'lgan bile ancha mush ovoz chiqayotgan, yezayotgan odamni bek oz. Bu 200 dek adam shu tinglab jim turug'liq. Endi vatan, millat deb turayotganmishda qo'sqimiz bor ilmni, muhokimalarimizni, analizlarimizni qandaq qanday foydali qilishildi da'vo ishlarimizga. Көз қарашымыздың заты ұчық дағадылықлы отыруға көйіп çıqasak, torda dünya Uyghur kultuyuniki men bildiğin bir 7-8'dek heyetleri varken burun tat xizmet qilgan ularning belgili tecrübesi var. Ularni anlaydı. Şu dünya Uyghur'ga bir paylık bulamiki deb oldidagi planlarga bir yardım bo'lib qolar deb deymiz torda. Belki ularni bildi. Xudayım o planlı kaldı bir yezilip ulağım bir tapşırıp yolunduğun işlerini qilsak texmi yaxshi yardım bulduğu işlerini qilib hem de aqan tecrübe savaq var degan taqdirda dunyoda oldingi sat xizmat qilayotganlarniki aldırashliqda yetish bulunmaydigan ishlarim bor, vaqt masalasi bor. İşte hammamizniki biz burchi bir majburiyatimiz deb o'ylash kerak-da, vatan hammamizning. Har birimizning işte haqqi bor. Köz qarashlarimizni o'tirib qo'yish haqqimiz bor. Rahmat buning sizlar tushuncha berib Osmonjon Savut haqida. Tushuncha berganinglar. To'g'ri fikr qilinglar, sizlarning ochiq qarashinglar to'g'ri. Assalomu alaykum. Mao muxbir efendimning sözünü tatip gap qildim. Men shoirlar to'g'risida Osmonjon Savut va boshqalar Tuygun Abduvaliy gap qildi. Men Aysajon siz mi gap qildingiz? Muhammed Çarraş'ın to'g'risida gap bo'ldi. Başada muxbir efendim hem de vatandan pek burun ayrılıp ketken 79. yılı. 79. yılları türmege kirgenlerini koyup beğenmegen. 80. yılıdan başlap Deng Xiaoping çıkkandan keyin ama uval kılıngan enzile dep koyup berişki başladı. Bu muxbir efendim nurg'un narsani bilmaydi. Qapqarisi qilib so'zlayapti hozir. Aysajon sizning deganingiz to'g'ri. Men Muhammadjon Rashid mening o'qituvchim, adabiyot o'qituvchisi. Men qo'lida o'qigan. Bizning sinfga kirgan chaqda o'gitadigan she'rlarini ashlan bilatdim chaqda bir yosh ballatdi. O'qituvchigan jangi var.
turmada yetib chiqdi. 2 yil kechiktirib o'lim jazosiga hukm qilingan Muhammadjon Qurbon, Muhammadjon Rashidin bular. Shu chaqdagi tashkilotning qo'lliq a'zolari edi. U chaqda g'uljidan nurg'un tashkilotlar qurildi, hamda uning jarayonini deb ketmay. Bu adam hech nimani bilmay mushtahad kelgan chaq so'zlayotgan nurg'un munavvar odamlarimizni baq qorlib etdi. Men mushuning hayron qolaman. Hamda chunki men bilimanda bularni. Muhammadjon Rashidning bilimi ki türmeden çıkkan ki vaqtlarını bilime yazgan şehirlerini aşınçılık, kısılçılık vaqtlarda yazgan şehirlerinin esilliği acayip. Onun da başka nurgun şairler, yazgıcılarımız münavver öttü. Aşularını Xitay tutup solap öldürüp en ahirisi Abdülkadir Jalaliddin nimeler bilen tügevatıdı. Hem de chatte bundalarını biz meyeli karlap, tügütüp, Xitay'dan okşaş, helekçilikte, çökürüşkü urnuvatımızda. Eysacan siz degendek, eğer muşu muhbir efendim vatanda bulup kaldığımızda Xitay'a alayıp qaraş emas, hazırlık ahvalda rast degendek bir çaparmanga aylanıp ketadiganligi haq o. Şunçilik türmeden çıkan adamlarını biz körep dursak saban olup ketidi, tügep ketidi de. U yerde tügep ketadiganlar intayin aciz. Aşo ilki bir siyasi cinayetçi bulmagan ma'lum derecedeki başka ictimai cinayetçiler bosumu intayin ruhi kayfiyat aciz, özü cesaretsiz adamlar tügep ketidi. Benim çoğun adamның balısım 10 yıl yetip çıktı türmede. Hazırgıç yaşadıdı. Akam yattı. 3 yıl ağırlıkçan bulup tügep gitti. 99. yılı. Hem de hammasini bir tayaqda haydab, belaqa bilmay, qap-qarası qilib zodi hammani men bilaman deb turolmay. İlaqi ko'nlarda bir gap bor, ko'rganni ko'tliga yengibdi degandek. Ko'zimiz ko'rib tursa, ularni biz birga yashab chiqqan tursak, nurg'un turmida yasqan chiqqan munavvar odamlar tayoqning zarbini yeb shunchalik qiynalgan odamlar türmeden çıkkandan kim o'tgan ba'zi hayotlarini hozir men deb bersam qarindoshlarning haqli ayron qilish mumkin. Yani türmeden çıkkandan kim hech qanday ikkilanmay shu yo'lda yurib o'lib ketdi. Nomsiz o'lib ketgan qarindoshlar var. Men cho'g'an chaqda bu qarindoshlarni, vatandakilarni munchilar qaralab ketmaydi, talamayak chiqib elib. Ular to'g'risida ijobiyroq ko'z qarashda bo'lganimiz yaxshi deb qarayman. Said Akram efendi, özür davatlığı ben Muhammadjon Rashidinning o'quvchisiman deb. Alinakning balasi char quyruq. O'quvchilar qanday bo'lsa, o'quvchisi sizlar shunday bo'ladi shu. Top to'g'ri muxbir efendim, top to'g'ri deysiz. Mushu ma baholarınız to'g'ri. Biz aş Muhammadjon Rashidni to'raymiz. Biz aşningdan ta'lim olgandikin. Endi siz olgan ta'limni desam xapalab ketasizmi yo qanday bo'ldikin bilmadim. Mashada to'xtab qolay. Qog'inni anglayotganlar xulos chiqirtdinga. Endi uxlaysiz aqshan dam olib, yaxshi dam oling. Kim Uyg'ur biz to'pidagi qarindoshlar qandaroq ahvolingiz yaxshimi? Ben hem de bugün bu sohbetke kirip kaldım. Çünkü özüm bir Uygur, tomurumda akkan kan Uygur'un kanı buluş süpetim bilen bugün Uygur'un edebiyat, sanat, medeniyet, şiiriyet hakkılarda münazır bulup oturdu. Ahırdırak münazırlar biraz öyle ki vatan sırtı tuturup vatan içinde makale ilan kılışka öttü. Bunun biraz ötmüşümüzge qaraylı. Yani qaysi bir peylasuf degen
Ötmüşünge tapançı veli ok atsan gelecek seni zemberek veli atıdı de. Ötmüşümüzde 1987'den 2003 yılgıçılık Uygur edebiyat, sanat, medeniyet bayağı bir terakki kıldı. Bu jarayonda bir 100 parçaga yaqin roman nashr qilindi. Mesela bunun da iz Anıyurt, Kürekçay yıllar degandek nurg'un romanlar. Bir millatning edebiyatının taraq qilishi, onun qancha roman e'lon qilindi, qancha povest e'lon qilindi, bu narsalarga qaraydi-ku. Bu jarayonda nurg'un romanlar, nurg'un she'rlar, nurg'un povestlar, nurg'un narsalar e'lon qilindi va jiq yerlik jurnallar barpo qilindi. Mesela Yenqashtish deymiz, Qashtish edebiyatı deymiz, Yakan edebiyatı deymiz, Aqsu edebiyatı deymiz, barmuncha har yerda Tangritog, Tarim deymiz, Ili daryosi deymiz, shunday. Şu vaqtlarda bizim aramızdan yetuk ziyolilardan Hacı Qutlug' Qadiri, Asad Sulayman, Mamtimin Ala, Ahmedcha Osman, ama şu Erkin Sidiq, Rishat Abbas o'xshash nurg'un ziyolilar, nurg'un chet ellarga chiqib u sharoitga ega bo'ldi. Buningda qalam tutganlardan shu Ahmedcha Osman, Hacı Qutlug'lar ta'tilda vatanga borgandan keyin yozgan asarlarini Tangritog jurnali, Tarim jurnallarining muharrirlari, o'zining tunishlari, do'stlari bo'lgandan asar ekeldim degandan keyin berib asarlar e'lon qilinib turdi. Shu jarayonda Hacı Qutlug'ningki hammamizning qalbida o'rin olayotgan bar ekanman yodimda dunyo degan bir adabiy axborotini chet elda yozdi, e'lon qilindi, vatanda kitob chiqib chiqdi. Keyingi yillarda Zulfiqar Barat Özbaş bu Amerika'nın Havay'a geldi. O yerda 5 yıl turdi, ben aloqalashib turdim. Abduqodir Jaloliddin nurg'un davlatlarga kelib, eng oxirida Yaponda bir mezgil turdi. O yerda asar yozdi. Asad Sulayman Shivsiyada o'zlik va kimlik va bir muncha kitoblarni yozdi, vatanda e'lon qilindi. Ham biz bular o'quvchi, normal o'quvchi berib kelayotgan. Bulardan şu vaqtdagi vatanimiz Sharqiy Turkistonning vaziyatiga asosan gumon qilish, shubhalanishga qat'iy bo'lmaydi. Bu mening ko'z qarashim. Buni talashib, munozir qilg'im yo'q, faqat o'tmishni eslatib qo'yay dedim. Endi Hajikamdan bir savol. Mushu Sharqiy Turkiston sürgün hükümetinin parlamento başlığı Sultan Mahmud'ның Sharqiy Turkiston sürgün hükümeti 2004 kuruldu Amerika'da. Şu 2005'ten keyin e'lon qilingan bir parcha asar bo'lsa, ham şeyde topta tashlab baksa boludu. O çağda andım bu sürgün hükümeti, bu sürgün hükümetideki Sultan Mahmud ve Muş'un o'xshash adamlarga yana bir qatim savol qo'yg'ili bo'ladi. Shunga Hacikam bu gapni o'tirib qo'ydi. Davomli Hajikamning bir isli alayligi va paketini so'zlaydigan. Bugün bu Osman Jinkam to'g'riliq nurg'un paketlarni o'tirib qo'ydi. Ammo shu Sultan Mahmudninki 2004-yil hukumat qurilgandan keyin e'lon qilingan vatan toplarida vatanninki shu hukumat belgilagan nashriyat o'rinlarida, mesela Şinjan gazeti, Ürümçi gazeti, Tarim, Tangritog, qisqasi har qanday yerlik jurnal bo'lsin va yoki ana jurnallar bo'lsin, e'lon qilgan bir asar bo'lsa ko'rsatsa, nayt xo'sh bo'laman. Rahmet. Vallahi Abdüveli Efendi, yok, Tuygun Abdüveli Efendi. Muşumu sual mı? Ben bu sorgan sualların sual emas, manga hakaret dep bilemem. Men onda hakның ki eğri yengil gaplarını özümge hakaret bilmeymen. Köte deymen, disi devesin, devirde tokunu yavirde ötüyütümen. Ama senin ma sualları manga hakaret. Sebebini silik yem düşündürsem, seni uçakta bek dötkense uqqanmadan degen boladı. Onda demey. Məmin düşündürməsini düşünüyorsa. Muş sualları manga hakaret. Hakikaten de farklılıkımızda Allah'a yüzümün şükür. Çık farkımız varken. Muş farkımızdan ben üzerine çık üstün tutup hoş bulsam boladı iken. Ögüzge çıkıp işten korkmayman deysen. Ögüzge çıkıp işten korkmayman deysen. Sen oyluğu çıkıp bakmamsan.
vatanda bo'lsang andaq bo'lating, mandaq bo'lating. Hey, aql bormi senda yo'qmi? Ögüzge chiqib oldim men, chet elga chiqdim. Ögüzge chiqib oldim. Sen hoylada ishding yanida. Sen qo'qqon ishdin. Jim turmasan ishlaydi. Men ögüzge chiqib, men ham qo'qsam bo'lamdi. Agar sen tushgan bo'lsang, hoylaga sen qo'rqitding. Sen vatanda bo'lsang andaq bo'lating, mandaq bo'lating. Ma'qul, men vatanda bo'lsam, sen o'xshash inson, uning o'xshash inson, buning o'xshash, men shundaq bo'laymi dey? Chet elda turib, men senda vatandagidek bo'lsam bo'lamdi. Ögüzge chiqib, yana ishdan qo'rqsam bo'lamdi. Mushuni, yani mushuna mulohaza qilib tushunolmagan insonlar men bilan tang bo'lasizlar. Tunagun chiqdinglar o'zinglar vatandan. O'zinglar birinlar bo'lib chiqdi. Bir yerlarga kelib chiqdinglar. Men bilan bahslashamaydi ekansizlar. Men bilan bahslashamaydi ekansizlar. Meni bu 18 ming olimning yaratquchisi bo'lgan Alloh taolo meni yaratganda Estağfirullah azim. Hidayet degan bu qimmatni mening xamir turishimga jug'urib turib yaratgan. Shuning uchun mendagi bir ustunlik sizlarda yo'q. Chunki sizlar har qancha chiqib, voy dunyo pokiz ekan, biz bu pokiz bo'lay deb o'z ko'zinglarni yuyib, sopilab so'qishib yurgandek bo'lgan bilan, po'xtixonning ichi chiqdinglar, sizlarningki axloqinglar shu po'xtixonning buruq burab turdi. Agar undaq bo'lmasa edi, mushu saviyada gap qilmaydinglar. Tuyg'un Abduvali apandi mendan savolni so'ramaydi. Shu mu savolmi? Shu mening saviyamdagi bir insondan so'raydigan savolmi? Sharqiy Turkiston hukumatining surgun hukumati qurib, uning parlamenti rais bo'lgandan keyin 15-20 yil burun Türkiye'de yazgan şiirler, maqolları, vatanlik matbuatlar e'lon qilgan bo'lsa, 2004-yil 9-yil 14 kuni Amerikada qurilgan Sharqiy Turkiston surgun hukumatining parlament rais bo'lgan Sultan Mahmud Qashqari undan keyin yozgan maqola va she'rlarini vatanda e'lon qildimi? E'lon qilsa bilan demisa, siz kimlar o'ynayaptilar? Qaysi saviya bilan mendan savol so'rayaptilar? Mushundaq. 2001-yilning oxirlari bo'lsa kerak. Mekke'de meşhur bir ağinimiz bana şurada dedi. Ablacan Leylnaman Amerika'da bana bir parça xat evetti. O xatda mındak depti dedi. Körpe kaysını kösetmedi. Mezmununu deppireydi. Deppegin dedim. Mındak depti. Hayran o hangtan kaldım ben. Körpe kay kösetmedi. Uçağını Ablacan Leylnaman diyen kim anlatıp mı bakmagan, bilip mi bakmagan. Birinci kadın şu çağda bildim. Şey adım, menen çoğun dedem Abdülkadir İbrahim, Saudi Arabistan'daki 50 bin Uygur'un içinde 4'nin biri. Yak, ağzımdan çıkıp kaldı, 4'nin biri emez, birinin biri. 89 yaş vakti. Kilip, çoğun adamı dedim, çoğun da dedim. Ablacan Leylnaman degen bir Uygur varmış, Amerika'da. Advokatmış, özüce okuganmış. Sen 1995-yilda Hüseyin Qarajikamlar bilan, Abduqodir Ajim Tataylar bilan, Abdug'ufur Amillar bilan Amerikaga borgan vaqtinglarda Sharqiy Turkiston ozod tashkilotini quramiz, Anvar Yusufni bosh qilamiz deb sizlar bilan ko'rishib ekan dedim. Shu Arabiston Uyg'urlariga sizlarga bir xat yozibdi. Xatda mundaq debdi desam. 89 yosh kirgan kishi yarim kechida menga shunda bir sap olib o'tib Xitoylar sizlarni hayvon qilib tarbiyalabdi degandi. Şu yerde telefonu iliplemeyle efendimge. İlik senin giponu çoğundamga desem bana. Xitaylar sizlerini hayvan kılıp terbiyelepti dedi desem. Ben o gapga ega bo'lalayman. O xat mende var. Vaqti kelsa ben o gapga ega bo'lalayman dedi. Hakikaten de Xitaylar sizlerini hayvan kılıp terbiyelepti. Onun hayvanlıkның axloqi buruqi barkan, xafa bo'lmasa bu haqorat emas. Ne sizning shaxsiyatlarga, ya'ni Said Akram efendi, ne Tuyg'un Abduvali efendining shaxsiyatiga tegmadim. Mushu uzun yillar Xitoylar bilan birga ishlash orqali Xitoyning axloq singanlarga da'votiman. Uning uchun silma bo'lsalar kerak, Tuyg'un Abduvali efendining borligiga ishondim. Hayvon qilib tarbiyalabdi, ammo chiqqandan keyin ma insonlikni ko'rib o'zgirman desanglarmi, avu buraq barkan. Men dedim-ku, mening singlimning buruqi Xotin kishilarning buraqlarini açtırmakla sın ketib ko'tarolmay ishimga ilish param ko'targadim degandek. Shu buraq sizlarda bor ekan. Menda yo'qmi? Men qachon chiqdim? 25 yoshimda 1975-yil chiqdim. O chaqda Xitoylar Uyg'urlarga bu daraja siyosat qilmagan vaqtlarda. Ammo bu bir. Ikkinchisi, chiqqandan keyin men ham Xitoydan uzoq, Xitoy purushlardan uzoq, ikki haramda 40 yil zamzam ichib cho'ng oldim men. Zamzam ichib yashadim. Shuning uchun
Dünya qarashimiz, Uyg'urning manfaati bo'lgan ko'z qarashlarimizda osmon zimin farq bor ekan. Ya'ni mening axloqimda sizlarga nisbatan Xitoy burug'i yo'q ekan. Xitoyning bu Uyg'urlarni mundaq ahvolga akilimiz, ma shaklga akilimiz degan bu siyosatining siz buroqlari yo'q ekan. Mushunlarni dedim sizlarga. Bu haqorat emas. Bu haqorat emas. O'zinglarga olib kelsanglar, demakki Xudukovaning Xudukova bo'lgan bo'ladi. Men buni sizlarga haqorat deb bilmayman. Bu haqiqat bu. Ammo To'yg'un Abduvali apandining ma'lum chaqini pichak savoli menga haqorat. Men o savollarning tangtish emasman. Menga aql bilan, mantiq bilan, bilim bilan insonni hayron hontan qoldirgan javob berishda qiynaladigan savollarni so'rag'in. Ki men aqlimni ishlatib bir javob beray. Bera olasan. Beramasa beramaydi ekan senda. Savolmi shu? Assalomu alaykum. Muxbir efendim. Bizga bunu menmi o'zimga haqorat deb tanımayman, chunki uni bizni chaplısınızmı Xitoyning paskinlari yuqmaydi bizga. Siz 1975-yilda chiqdim dedingiz. Bu vaqtlarda Xitoyninki unchalik emas dedingiz deb bu gapni da'vatsiz, mushaga bir gap qilsam, sizning oilangizga va sizga hayotda Xitoy tegmagan ve Xitoyning qarshisiga chiqib boqmagan bir oilaning bolasi siz o'zingiz degandek. Shuning uchun Xitoy sizga tegmagan hech qanday bo'lmagan. Mening akamla 1967-yilda tutildi. Eksinin qilib tashkilotga qatnashdi deb akam cho'ng dadamning bolasi bizning urug' avlodlardan 6-7'si şu vaqtda tutilgan. Arasdan birisi paş qilib qo'yib, birinchi o'sha bandilam paş qilib qo'ydi, shundan tutilib ketdi. Dadamlar 69-yil tutildi. Undan keyin boshqalarni uydagilarni gap qilmay, apamning tatqan jafolarini 58-yil kurash yig'inlarida bularda tatqanlarini, atog'i buyurganlarini gap qilmay, siz hech qanday bir narsani ko'rmay chiqib Xitoy undaq emasdi, Xitoy bundaq emasdi deyatsiz. Bundaqlarni men jiq shu mesela hozirgi men siyosatchi deyotganlardan anladim. U yillarda mesela 1980-yillarda Xitoy qandaq desa, Xitoy unchalar ching emasdi 1980-yillarda. 1970-yillarda, manching-yillarda bunchalik emasdi deganlarni anladim. Muşu yuqur, hazır men siyosatchi, men muşu xalq yetakchilik qilyapman deganlarning gapini gap toptirib deyman. Odatdagi a'zolarni sizga o'xshashlarnikini ancha gap deb hisoblab ketmayman. Chunki bular yetakchilikni xalqning vakili deydi. Sizmi men millatchi, vatanparvar deganligingiz uchun ma'qul so'zlarni sizga da'vatman. Qo'shib qo'yay bunimi. Demek bular Xitoyni bilmagan, tanımagan odamlar. Xitoyning qanday bir Xitoy ekanligi, Uyg'urlarni qanday yo'qotayotganligini bilmaydigan bir odamlar. Hech qachon Xitoyning qarshisida turib boqmagan, Xitoyning nima qilishini o'ylab boqmagan odamlar. Biz qo'shash bizning ajdodimizdek odamlar Xitoyga hayoti bo'yi ishlamagan va Xitoyning qarshisida turib kelgan, jazolanib kelgan xalqni uyg'otaman deb shu uyg'otanmay tashviqoq taqitib, bunu qilib yashab mushunda kelgan odamlar. O'ttirda osmon zimin farqi bor. Mehmetjon Rashidimmi yosh vaqtini turmida o'tkazgan, o'tdak vaqtlarini turmida o'tkazgan, o'limga hukm qilgan bir o't yurak shoir. Endi sen o'gizga chiqib olib degan gapning o'zi, sen o'zingni ularga o'xshatsang bo'lmaydi, ular unchalik sanchalik gap qilolmaydi. Sen vatanda vaqt Xitoyning hech bir qarshiligini birdamini ko'rmay, yenib chiqqan odam kelsa, bilmaysa degan gap. Uni tushunmagidek gap emas. Seni gap qilma, bu yerga chiqib jimcho degan hech kim yo'q. Siz hech nimani tushunmaysiz. U yerdagi odamlar o'zingni tanglashtirma degan gap.
Ular aşında dep türmeler yetip hayatı boyu en güzel davrlarını türmede ötközgen. Sen eğer 25 yaşında yenip çıkıp rahat paragatta Mekke'de yaşadım, zemzem içtim dep жүргүнүң bilen ular vatanning g'imida vatandan ayrılmagan adamlar Abdülkadir Jaloliddinlarni meşede qiyib qaldisi unmayış vatanda xizmat qilaman deb ketgan odamlar u ma chatda yurishni xohlamagan o't yurak odamlar vatanda vatanimdagi xalqimga xizmat qilaman ularni uyg'otaman deb borgan odamlar ular bilan mayada turib biz o'zimizni tanglashtirib olsak bo'lmaydi manmi tanglashtirolmayman ularga ularning odati degan gap so'zlari menikidan shunchalik qimmatlik Şunlaşqa siz hozir gap so'zlarni deb Tuyg'un Abduvaliga bak eg'ir gap so'zlarni qilib ketibsiz, lekin sizning ularga nisbatan aytganda vatandagilarga nisbatan o'tgan chaqda hech qanday qimmatingiz yo'q, siz hech qanday qarshi turib boqmagan. Ya'ni sizga mishada ko'pchilikni anglab boqsin, bir narsani deb qo'yman. Siz o'zingizning gapiga qancha qitim qarshi gap qilganligingizni, tunugun gap bilan bugun gapingizning o'xshamaganligini bilamsiz. Birinchi Abdülhamid Salafi'nin diniga özüdün başka adam patmaydı ki Allah'ın diniga bütün cihan ehli patıdı dep onun bilen dininizni ayırıp etken adamsız. Mening dinim onun dinidek emas, kengri din dep. Bu sözünüz esinizde bağdı. O Abdülhamid o Salafi'nin dinini ayrım bir din özünün dini kılıp belgilep koygan. Onun diniga hiç kim patmaydı özüdün başka diye adamsız. Tünügün kopap, Abdüveli'nin dini bile benim okşaş, aşının göz karşıyla benim göz karşım okşaş, o Kur'an'dan, sünnetten hüküm çıkarıvatıdı. Ma kağalla, siz degen işki aliminiz, akli delil keltirivatıdı degen siz. Demek Abdüveli'nin dini bile sizin dininiz okşaş çıktı. Burun onun olan dininin izini arıvat kentiniz. Bir. İkincisi, ükünüme dedim, Abdüveli Buğrani, köpçülük bilen xalq saylagan başkan dəyirsiz. Kim saylaptı onu? Meşedim qıp-qızıl yağanını gap qıvatsız başqalar xalq yığın içip, təşviq qilib, saylanğanlarını Şərq Türkistan sürgün hökumətinin birdim etiraf qılmayısın Xitayının dep. Bunu kötөтөдө bilib qıvatqan dünyada hayatı tünügünki bala hiç qıp baxmagan bir nərsini nemi dep şunçalar kökü getirip maqtaysız. Bunu şimdi başkan, Şərqi Türkistan'ın başkanı olsa, Dünya Uygur Kurultayı qoğan sizin göz qarşınız nerede kaldı? Bunu bir teşkilat deyilgan teşkilatınız nerede kaldı bu bir? Bunun üstünlüğü hemmisini başkurduğanlığı nerede kaldı? Asli Dünya Uygur Kurultayı mı göz qarşınız yaxşı emas. Yani birisini dep bereyme, siz Erkin Sıdık'ın Xitayning xoini yani ayak bağan deysiz. Xitay konsuldan onu qilgan, bunu qilgan deb hozirgi Xitayning xoini deysiz. Erkin Sıdık Dünya Uygur Kurultayı'nın baş maslahatchisi. Faaliyetleri hemimizni qo'llaydi ba. Siz devatgan Xitayning xoini bo'lgan bir tashkilotni qandoq siz Uyg'urlarning birdan bir tashkiloti dalalaysiz. Sizga o'xshash vatanparvar Uyg'urlarning millatchi, Uyg'urning manfaatini hammadan ustun ko'radigan odam Erkin Sıdık maslahatchi bo'lgan tashkilotni qandoq qo'llaysiz? Abdülhamid Tursun, Dolqunning eng yaqini davomliq nagvas billa bordi, qo'llaydi shu tashkilotda. U sizning nazaringizda bir xiyonatchi, qotil, javob berish kerak xalqning oldida. Mushundaq odamlar va tashkilotni siz qanday qo'llaysiz? Gap so'zlaringiz oldiqa bir-biriga mushundaq bog'lashmaydi. Ma'u Uyg'ur xalqiga yaxshichaq bir millat o'g'anligi uchun voy deb qo'ysa siz ajoyib gap qildigan o'xshayman. Men zodi Uyg'urning haqiqiy millatchisi. Siz Uyg'ur millatchisi bo'lishiga hech qachon shartingiz to'lmaydi. Uyg'urlarda bir gap bor. O'zini maqtagan birinchi ahmoq, ayolini maqtagan ikkinchi ahmoq deb. Mushundaq
Şunlaşqa gap qilgan vaqtimizda men o'zimning boshdan tatib qilayotgan gap so'zlarim bilan hozirgi gap so'zlarim o'xshamdi. Ya qilayotgan ishim bilan o'xshamdi. Men tashkilotni qo'g'dayapman. Buning a'zolari palonchilar, bularni men bu tashkilotni xoin boyin desam, bu tashkilotga nisbatan nima bo'ladi deydiganni o'ylaymiz. Buni o'ylamay turib siz so'zlayapsiz. O gapingizning qimmatining qanchalik ekanligini siz o'zingizni men undaq desangiz hisob emas. Men anglayotgan xalqmi biroz kallasi bor, siz o'xshash o'ylaydi. Sizdanmi cho'nqur o'ylaydi. Biroq Uyg'urlar biz o'sha chiqib gap qilmaydi. Sen manda davatsa nemishki mundaq deydigan gapni demaganligi uchunla bozor topsizlar. Ba'zilar maqtaverdi qarq qo'yoq. Şuna özünüz degan gap so'zlaringiz hammasi bor. Manda bir aynakdan o'tkazib beqing. Uningdan keyin boshqalarni ayiblasangiz, boshqalarni Xitoyga mundaq desangiz, bu to'g'ri bo'ladi. Siz 40 yil burun Xitoyga chiqib Xitoyda vatandan ayrilib ketib, vatanninki hech chiqqanda ishni bilmay qaqti so'qdi bo'lmay, Xitoyning qarshisida turib baqmay, ya bir ajdodingiz Xitoyning qarshisida turib baqmay, mandaq butun odamni baholaydiganga sizning shartingiz to'shmaydi deb qarayman men hamda o'ylashib beqing.